So'nggi yillarda mamlakatimizda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, yoshlarni sportga keng jalb etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada Bekobod tumanida ham samarali tashabbuslar yo'lga qo'yilgan. Hududda turli ommaviy sport musobaqalari, yugurish marafoni va sport festivallari muntazam tashkil etilib kelinmoqda. Bugun esa ushbu ezgu sa'y-harakatlarning mantiqiy davomi sifatida tumanda yangi boks sport majmuasi qurilishiga start berildi. Tantanali tadbirda O'zbekiston boks federatsiyasi vitse-prezidenti Saken Po'latov, boks bo'yicha O'zbekiston bosh murabbiyi To'lqin Qilichev, Olimpiya va jahon chempionlari, shuningdek viloyat va tuman rahbarlari ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar ushbu majmua kelajakda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilishda, yangi iste'dodlarni kashf etishda hamda xalqaro maydonlarda yurt nomini yuksaltiradigan chempionlarni tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etishini ta'kidlab o'tdi. Mana shunday tumanlardan iqtidorlar chiqadi. Chunki hozirgi chempion bo'lgan bolalar ham, oldingi bolalar ham asosan hammasi qishloq bolalari hisoblanadi. Bekobod tumanida shu yangi boks mahorat maktabini qurilishini eshitib juda xursand bo'ldik. Yoshlarga tilagim o'ziga maqsad qo'yib sport bilan shug'ullansa, albatta maqsadiga yetadi. Prezidentimiz qilib berayotgan sharoitda chempion bo'lmaslikning iloji yo'q. Tadbir davomida majmuaning tamal toshi qo'yildi. Bu voqea Bekobod tumanida sport infratuzilmasini yanada rivojlantirish yo'lidagi muhim bosqich sifatida e'tirof etildi. Bekobod tumanida sportchi yoshlar juda ko'p. Tumanimizda boks mahorat maktabi qurilyapti. Bolalarimizning sog'ligi, kelajagi mamlakat, respublika miqyosida o'ylanayotganidan, ularga yaratilayotgan sharoitlardan biz ota-onalar xursandmiz. Binoning qurilish ishlari zamonaviy me'moriy va texnik talablar asosida olib boriladi. Jarayon mobaynida bekobodlik yoshlar va sport ixlosmandlari yangi sport majmuasining barpo etilishini katta mamnuniyat bilan qarshi oldilar. Boks maktabimizda 50 dan ortiq o'quvchilar boks bilan muntazam shug'ullanadi. Shularning orasida viloyat chempionlari, respublika ishtirokchilari mavjud. Prezidentimiz tashabbusi bilan boks mahorat maktabi qurilyapti. Olimpiada, jahon chempionlari chiqarishga harakat qilamiz. Bundan bolalar juda xursand. Men 3 yildan beri boks bilan shug'ullanaman. Prezidentimiz tomonidan yangi zal qurilyapti. Biz undan xursandmiz. Hozir boksyorlarimiz keldi. Ular bilan ko'rishdik va yanada motivatsiyalar oldik. Biz kelajakda ulardagi chempion bo'lishga va'da beramiz. Kelgusida mazkur sport majmuasining ishga tushirilishi natijasida tuman miqyosida sport bilan muntazam shug'ullanuvchilar soni sezilarli oshib, yoshlar o'rtasida bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish imkoniyatlari yanada ortishi shubhasiz.